Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 22-aprel kuni xudo xolasa sizlarga Egalardan Cobalt kelib turibdi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobcha Cobalt. Oq svetda. Mashinamizning holatlari dim ajoyib. Yumshoq balonlar tozasidan qo'yilgan. Metan gazlari bor, kraskalari 100% radnoy. Mashina вообще shikolat turibdi. Terang cho'tchi qarab, bayqab haydalgan mashina bu hurmatli obunachilar. Mashinamizning holatine gap bo'lishi mumkin emas. İç holatlar ham вообще akkuratni turibdi. Chizilgan, kırılgan yeri yo'q. Lelin poligi bor, radnoy chexollarında turibdi. 79 ming yurgan, monitorlar o'rnatilgan cho'tkilaridan. Avtomat korobchina metan gazlar. Holat, iç holatlar ham akkuratni turibdi hurmatli obunachilar. Bahasına keladigan bo'lsak, mana hurmatli obunachilar, bahasi 145 million so'm aytilib turibdi. 145 million degan bilan ustunda savdolashib olaverasizlar. Mashina egalaridan savdolashib gelishib olaverasizlar. Xolosanglar barter xizmatlarimizdan ishlab beramiz. O'zlarimiz shu yerda mashina bo'lsa, ondan o'zlarimiz olamiz, barter etib beramiz bu mashinani. Xudo xolasa. Kredit variantlari, kreditlarni ham ishlab beramiz. Bemalol Amrobod avtosavdoga murojaat etib kelaverasizlar. Telefonlarimizni ekranlarda qoldiramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Videolarimiz yoqsa like bosishni esdan chiqarmanglar. Abone bo'lmanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Mashinalarimiz ko'p Amrobod avtosavdoda.